O'rtacha yurak 1 minutda 60 tadan 90 tagacha uradi. Bu tinch holatda. Demak, har bir qisqarganda ichidagi 55-60% qonni organizmga chiqarib beradi. Qolgan demak 40%, 45% qon yurakni o'zini boshlig'ida qoladi. Bu norma. Ba'zi bir bemorlarda yuragi bir qisqarganda 20%, 30% qonni chiqarib beradi xolos. Qolgan qon yurakni o'zida qolib ketadi. Bu nimaga olib keladi? Sekin-sekin qolgan qon demak yurakda qolib uni bo'shliqlarining kengayishi va yurak yetishmovchiligiga olib keladi. Bemorni nimalar bezovta qiladi? Bemorni hansirash, tekis joyda yota olmaslik, ozgina yurganda nafas siqishi yoki yurak kengaygani hisobidan turli xil aritmiyalar bemorni bezovta qiladi. Bu kasallikni davolash juda mushkul. Chunki yurakni kuchini 20% gacha olib borish, ya'ni bunaqa 20% ga 55% li narsa 20% ga 1 kun, 2 kunga tushib qolmaydi. Bunga yillab vaqt kerak. Yillab vaqt kerak bo'ldiki, yurak demak bu xuddi sharga o'xshaydigan a'zo, demak mushak a'zo. Mushaklarni har doim demak kengaygan mushak ertaga torayib qola olmaydi. Ertaga yurak ichidagi ob'yom kamaygandan keyin bu osilib qoladi. Shuning uchun yurak bir kengaysa orqa qaytishi muammo bo'ladi. Bu xuddi sharikka o'xshaydi. O'sha yangi olgan sharigingizni olsangiz, demak kichkina o'zini jostkosti bo'ladi, o'zini tonusi bo'ladi. Sharik bir puflangandan keyin, kengaygandan keyin ichidagi havosini chiqaring, kengayib qoladi. Yurak ham xuddi shunaqa. O'zi tug'ilgan paytda kichkina yurak bo'ladi. Agar u nagruzkaga tushaversa, yurak kengayadi. Kengaydiki, ana u nagruzkani olib tashlaganingizdan tashqari, demak yurakni ob'yomi hech qanaqa orqaga qayta olmaydi. Bu anatomiya shunaqa. Shuning uchun demak bunaqa turdagi bemorlarni kasalligi bir umrlik kasallik hisoblanadi. Ya'ni bu kasallik bir paydo bo'ldiki, bir kengaydiki yurak bir umr bemorlarni hansirash, nafas siqishi kabi belgilar bezovta qilib turadi. Shu paytgacha bunaqa turdagi bemorlarga aritmologlar yordam bera olmasdi. Ya'ni buni o'zini kardiologlari bor, kardiologlar davolashadi, o'zini dorilari mavjud, vaqtinchalik yurak kuchini oshiradi, lekin borib yana yurak kuchi kamayadi. Ba'zi bir hollarda yurak kuchini kamayishi yurakni noto'g'ri qisqarishidan bo'ladi. Ya'ni yurakni chap qorinchani olsak, mana shunaqa tuzilishda, ya'ni konus simon bo'ladi va demak devorlari bir paytda qisqarib qonni otib beradi. O'shanda demak 55% qon chiqib ketishi kerak. Ba'zan mana shu devorlar har xil paytda qisqaradi. Ya'ni birinchi bunisi qisqaradi, keyin bunisi bo'shashgandan keyin bunisi qisqaradi. Keyin bu. Shu uchun demak yurak otishida muammo, ya'ni noto'g'ri qisqarish uchun effektiv qonni otib bera olmaydi. Aslida yurakda demak devorlarda kuch bor, faqat bu kuch noto'g'ri ishlatilyapti. Mana shunaqa paytda biz aritmologlar bemorga yordam berishimiz mumkin. Ya'ni qanday qilib deysizmi? Demak maxsus ya'ni apparatimiz bor. Bu apparat 3 kamerali kardiostimulyator deyiladi. Nimaga 3 kamera? Обычно ikkita kamera yetarli edi-ku degan savol tug'ilardi. Da ikkita kamera yetarli, bu faqat yurakni demak fiziologik urishi uchun. Endi ikkala devor har xil paytda qisqardiki, mana shunaqa ikkita simimiz, bittasini yurakni bu devoriga, bittasini bu devorga qo'yib qo'yib, apparat tomonidan ikkala sim orqali yurakni ikkita devoriga bir xil qilib impulsni berishni biz demak programmalashtiramiz. Natijada apparat ikkala devorga bir paytda impuls bergani uchun ikkala devor bir paytda qo'zg'aladi va qisqarish bir xil bo'lib qoladi. Demak, bu kasallikni patogenik davosi, ya'ni kasallikni yurak yetishmovchiligini olib keladigan narsani biz davolayapmiz. Shuning uchun bunaqa turdagi bemorlar apparat qo'yilgandan keyin bemorlarning yurak otishi to'g'rilanadi. Demak, yurakning kuchi o'sha to'g'ri направленияda bo'ladi. Shuning natijasida yurakning fraksiyasi oshadi. Agarda yurak hali kengaymagan bo'lsa, demak bemor absolyut sog'lom bemorga aylanadi. Ya'ni muammo hal bo'ldi. Har xil paytda uradigan devor bir xil paytda uradigan bo'ldi. Agar bu bemor bu kasallik bilan ancha yil yurgan bo'lsa,
vrachga murojaat qilmagan bo'lsa, yuragi kengaygan bo'ladi. Bu kengaygan yurakni hozir yana aytib o'tdim, demak orqaga qaytara olmaymiz. Biz devorni bir xil qisqartiradigan qilamiz, lekin bo'shliq kengaygan holatda bo'ladi. Ya'ni bunaqa bemorlarda yurakni otish kuchi ko'p oshmaydi. 20 fraksiya bo'lgan, ya'ni 20% bo'lgan fraksiya 30% bo'lishi mumkin, 35% bo'lishi mumkin. Lekin 50-60% bo'lish ehtimoli juda ham kam. Agarda yurakni pakka kuchi saqlangan bo'lganda, demak biz urishni to'g'rilasak, bu narsa 55-60% gacha oshishi mumkin. Shuning uchun apparat hamma bemorga bir xil ta'sir qiladimi degan savol berganda men sirazi yo'q deyman. Shuning uchun apparat kimdadir 5% ga oshiradi, kimdadir 10% ga, kimdadir 30, kimdadir 40% ga oshiradi. Lekin qancha vaqtli davolash boshlansa, bemor shuncha ko'proq effekt oladi. Qancha kech davolash boshlansa, apparatning effektivligi demak tushib ketaveradi. Gapimni oxirida nima demoqchiman? Bu videoni ko'rayotgan bemor bo'ladimi yoki sog'lom odam bo'ladimi? Yuragingizni har doim tekshirtirib yuring. Ba'zi bir bemorlar, xuddi men shu hozir aytgan bemorlarim bu kasallikni bilishmaydi. Kasallik qachon bilintiradi? Kasallik qachonki yurakda hansirash, ya'ni bemorda hansirash, havo yetishmovchilik boshlangandan keyin bemor birinchi o'pkasini tekshirishni boshlaydi. O'pka tekshirayotgan payt yurakda muammo aniqlanadi. Yurakni eqoqsa, yurakning kuchi kamayib, yurak kengayib ketgan. Chunki kasallik sekin bo'ladi. Sekin bo'lgandan keyin bemorga qachonki oxirgi bosqichga yetib borgandan keyin bilintirishni boshlaydi. Agarda yoshingiz 30 dan 40 dan oshiq bo'lsa, demak yilida bir marotaba yoki 2 marotaba kardiologga murojaat qiling va EKG, yurakni UZI'si, kerak bo'lsa Holter tekshiruvdan o'ting. Hammasi yaxshi chiqsa, bu sizning foydangizga. Agarda mabodo qanaqadir muammo aniqlanib qolsa, muammoni vaqtida to'g'ri yordam ko'rsatilsa, muammodan xalos bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun yuragingizga befarq bo'lmang. Uni doim nazorat qilib yuring.